12 dekabr 2021 yil va bu men Murg'ay Qalbegasi akasini 8-chempionligini kutib yashayotgan kecha. Bo'lishi mumkin emas, bizda 14-burilishda to'qnashuv Nikolas Latifi hozir safety car chiqishiga sabab bo'lib qolmoqda. Biz e'zozlaydigan Nikolas Latifi reysni barbod qiladi. Undan tashqari poyga direktorining umuman noto'g'ri qarorlari-yu, xullas Formula 1 da ancha chang ko'tarilgan kecha. Yillar davomida o'sib kelayotgan Max esa va nihoyat chempionlikni qo'lga kiritadi. Lewis Hamilton u hali bilmasdi kelajakda uni nimalar kutib turayotganligini. Formula 1 shu tomoni bilan juda qiziq va adrenalinga boy sport turi. Tushunish uchun vaqt va bilim kerak. Bu kabi vaziyatlar esa juda ham ko'p sodir bo'ladi. Va tayyor bo'lsangiz, bugun Formula 1 haqida gaplashamiz. Formula 1 o'zi nima va uning ichidagi ajoyib sistema qanday ishlaydi? No, Mikey, no, Mikey, that was so not right. Oh, no, not. Max Verstappen, you are the world champion! The world champion! 10 ta jamoa, 20 ta haydovchi va yil davomida 20 dan ortiq Grand Prixlar. Kelinglar, birinchi aynan mana shu yerdan boshlaymiz. Hozir aytib o'tganimdek, 9 oy davomida 20 dan ortiq davlatlarda Grand Prixlar bo'ladi. Har bir Grand Prix bu bir poyga haftaligi va u juma, shanba va yakshanbadan iborat. Poygalar hech qachon dushanba, seshanba yoki haftaning bir istalgan kunida bo'lmaydi. Xuddi futbolga o'xshab, Liga Chempionov bahslari masalan seshanba yoki chorshanba kunlari bo'lib o'tadi. Formula 1 da ham xuddi aynan mana shunaqa belgilangan maxsus kunlar mavjud. Masalan, juma kuni har doim mashg'ulotlar bo'ladi. Bu paytda jamoalar mashinani poyga uchun qanchalik tayyor ekanliklarini tekshirishadi. Mashinani ustki qismida qaysidir detal yoki aerodinamik qism o'zgartirilgan bo'lishi mumkin va ular sinovdan o'tishi kerak. Shanba kuni esa kvalifikatsiya, saralash bo'lib o'tadi. Ko'pchilik Telegram kanalimda yoki jonli efirlarimizda yangi bo'lganlar so'rashadi. Aka, poyga qachon bo'ladi? Aka, nima bo'ladi? Bir-birini quvib o'tmayapti. Macintosh nima u saralash? Ha, o'zi Max Verstappen yaxshi, zo'r bo'ladi. Vashi bopladi lekin. Ha, keyin nima u doim birinchi boshlaydi? Qiziq savol. Saralash bu haydovchilar ertasi kuni reysni kim nechinchi o'rindan boshlashini chiroyli tarzda kelishib oladigan vaqt hisoblanadi. Aytgancha Jalol, Max Verstappen bor, taniysanmi? O'sha bor, unga pol pozitsiya olish umuman qiziq emas-da. U xolasa o'sha reysni oxiridan boshlab ham poygani yutib qo'yaveradi. Katta bo'lsam Max Verstappen bo'ladi. Saralash 3 segmentga bo'linadi. Birinchi segmentda eng sekin 5 ta haydovchi chopiladi. Ikkinchi segmentda esa yana 5 tasi. Oxirgi 3-segmentda eng tezkor 10 ta haydovchi qoladi va ular pol pozitsiya yoki boshlang'ich podium zonasi uchun jonlarini jabborga berishadi. Podium, pol pozitsiya. Nima degani bu Macintosh? Sabr qilib tur, xos tushuntiraman. Pol pozitsiya. Bu saralashda mashinani tez haydab hammadan ham qisqaroq bo'lgan aylana vaqtini tabloga yozish demakdir. Qisqa qilib aytganda, birinchi o'rin. Podium esa poygani birinchi, ikkinchi va uchinchi o'rinlarda yakunlagan haydovchilar chiqadigan joy. Qisqa qilib aytganda top 3lik. Va nihoyat yakshanba kuni esa reys bo'ladi. Soat nechida bo'ladi, ertalabmi yoki kech payt, buni hammasi mintaqaga bog'liq. Amerikada bo'lsa ko'pincha kechki 10 dan ertalabki 2 lar orasida Grand Prixlar bo'ladi. Yevropada yoki arab davlatlariga to'g'ri kelsa, bu taxminan shu soat 4 dan kechki 8 lar orasiga to'g'ri kelishi mumkin. Macintosh bizda qanaqa vaqtga to'g'ri keladi? Xavotir olma Jalol. O'zimizda Formula 1 ga qiziqadiganlarni yakshanba kuni hech ham zerkarli o'tmagan. Zerkarli o'tmaydi ham, chunki vaqtlar juda ham mos. Umuman kechqurun 3-4 bo'lib ketmaydi hech qachon. Assalomu alaykum aka. Kakao. Endi sizlar bilan ochkova sistemasi haqida gaplashamiz. Rahmat aka. Formula 1 ga qiziqasizmi o'zi? Yo'q. Formula 1 bu borada futbolga o'xshab ketadi. 20 ta boy badavlat ko'rkam yigitlar va amakilar chempionlik uchun ochkolar yig'ishi kerak bo'ladi. Futbolda g'alaba uchun 3 ochko berilsa, bizda esa sal boshqacharoq. Top 10 tali mana shunaqa normada ochkolarga ega chiqadi. Yil davomida eng ko'p ball to'plagan driver chempion bo'ladi. Undan tashqari jamoa uchun ham alohida kubok topshiriladi. Kimni haydovchilari yorvoration qilgan bo'lsa, ularning yig'gan ochkolari qo'shiladi va hamma kelishib ularga konstruktorlar chempionligini taqdim etadi. 10-o'rindan pastda finishga yetib kelganlar esa hech vaqosiz uylariga ketishga majbur bo'ladi. Hamma ularni mashina haydashni bilmaysan deb yomonlaydi, lekin ayrim vaqtlarda rostdan mashina juda ham sekin bo'ladi. Slow as.
Macintosh nima sekin bo'ladi? Hammasi bir xil emasmi mashinalari? Formula 1da barcha mashinalarni dvigatellar bilan ta'minlaydigan atigi 4 ta gigant kompaniya bor. Mercedes o'zini jamoasidan tashqari Williams va Aston Martin uchun motorlarni ishlab chiqaradi. Ferrari ham Mercedes kabi boshqa bir ikkita jamoa Haas va Sauber uchun harakat qiladi. Honda esa Red Bull bilan Racing Bulls jamoalarini o'zlarining dvigatellari bilan ta'minlaydi va ular eng kuchlilardan hisoblanishadi. Renault Alpine kompaniyasi esa faqat o'zini komandasi uchun ishlab chiqaruvchi hisoblanadi. Formula 1 mashinalarining deyarli barcha tashqi qismlari havoni to'g'ri yo'naltirish va pastga bosim downforce hosil qilish uchun ishlab chiqilgan. Asosiy yordamchilar qanotlar juda ham muhim. Mashinaning yerga yopishib turishida o'ta jiddiy rol o'ynaydi. Xullas, aerodinamika haqida qancha gapirsam ham kam. Shuning uchun bu alohida mavzu va albatta alohida video ishlashimiz kerak bo'ladi. Formula 1 bolidlari raketaga o'xshaydi. Kim chiroyli va tezkorroq raketa qura olsa, ular albatta chempion bo'lishadi. Bu esa Adrian Newey va Red Bull. Ular birgalikda ishlashganida Max Verstappen 4 marotaba jahon chempioni bo'ldi. 2023-yilda esa 22 ta Grand Prixdan 19 tasini o'zida Max g'alaba qozondi. Umumiy 21 ta reysda esa Red Bullning ikkala haydovchilari g'alaba qozonishgan. Esingizda bo'lsa, Max Verstappen 19 ta, Checo Perez esa 2 marta g'olib bo'lgan edi va qolgan Grand Prixni aynan bizda Carlos Sainz qo'lga kiritgan edi va shunchaki fantastik mavsum bo'lgan. Adrian Newey qurgan mashina shunchalik darajada kuchli ediki, u Red Bullni Formula 1 tarixida mavsumdagi eng ko'p dominantlik qilgan jamoaga aylantirdi. Uni tomirlarida qon emas, moy oqadi. Boshini ichida esa miyani o'rniga 8 litrli V16 quad turbo dvigateli joylashgan. Pit stop. Bu mashina poyga vaqtida tezlik bilan to'xtab, shinalarni alishtiradigan vaqt. Undan tashqari esa kichik muammolar bo'lsa, aynan pit stop vaqtida hal qilinadi. Hozirgi vaqtga kelib pit stop vaqti atigi 2-3 soniyani tashkil qilmoqda. Mana shunday kichik bir farqlarga qaramasdan ham to'xtash vaqtidagi millisoniyalar chempionlik olib kelishi mumkin. Aynan hozirgi zamonaviy Formula 1da. Shinalar va nihoyat men yoqtiradigan mavzu. Turli xil shinalar mavjud. Soft, medium, hard, intermediate va wet. Wet shinalari. Bular qachon ishlatilganligini to'g'risi men o'z ko'zim bilan ko'rmagandim. Qachonki Las Vegasda kuchli yomg'ir yog'maguncha. Xo'sh, umumiy holatda yomg'ir uchun mo'ljallangan ikki xil shinalar bor: intermediate hamda wet. Intermediate shinalar odatda yomg'ir yog'ganda va asfalt ustiga to'liq suv qoplamagan vaqtlarda ishlatiladi. Wet shinalar esa kuchli yomg'ir yog'gan vaqtda yoki trek yuzasida ko'plab suvlar yig'ilgan paytlarda ishlatilishi kerak. Lekin FIAning xavfsizlik qoidalariga ko'ra bunday paytlarda qizil bayroq ko'rsatiladi va yomg'ir tinishini kutib trekni tozalashga harakat qilishadi. Xullas, hozircha wet shinalar hech kimga kerak emas. Bulardan tashqari, uchta bir-biriga yaqin bo'lgan ko'p hollarda strategik ishlatiladigan shinalar ham bor. Ko'pincha ular bilan kombinatsiyalar tuziladi. Masalan, soft shinalar. Tez yurish uchun o'ta qulay, lekin juda tez yilib ketadi. Bu degani pit stopga hammadan oldinroq kirish kerak. Medium. Sariq rangli o'rtacha shinalar. Balansda, tezlik ham me'yorda bo'ladi. Undan tashqari chidamlilik ham softga qaraganda ancha yaxshiroq. Oq rangli hard shinalar. Soft va mediumga qaraganda sekinroq, lekin misol uchun soft bilan 15-20 ta aylana yurish imkoniyati bo'lsa, hard esa bemalol 40-50 ta aylanagacha chidab bera oladi. Xullas, shinalar haqida ham alohida mavzuda gaplashish mumkin. Shuning uchun ham alohida video ishlashimiz kerak bo'ladi. Strategiya. Bu jamoani qaysi shinalarni qachon ishlatish va nechta pit stop qilish bo'yicha rejasi. Asosiy maqsad esa tezlik va shina chidamliligini o'rtasida balansni saqlay olish. Pit stoplarda vaqt yo'qotmasdan poygani eng qisqa vaqtda hammadan tezroq tugatish. Sizga yana ham aniqroq bo'lishi uchun taxminiy rejalarni tushuntirib beraman. Birinchisi, 1 stoplik reja, ya'ni butun reys davomida atigi 1 marta pit stop qilinadi. Asosan hard va medium shinalardan foydalangan holatda. Ikkinchisi, 2 stoplik reja, soft, medium va hard. Tezroq, lekin riski bor. Ko'proq to'xtash kerak, bu degani pitda ko'proq vaqt yo'qoladi. Undan tashqari esa kerakli vaqtni topib pitga kirish muhim. Sababi sekundlar tabloda o'ynab turadi. Uni hisobini olmasalar, o'zlarini pozitsiyalaridan pastga tushib ketishlari mumkin bo'ladi. Bu kabi muammolar esa odatda mana bu gentlemenlar bilan tez yuz berib turadi. Box now, box for hard. Stay out. To'g'risini aytsam, bolaligimda Formula 1 ni yoki boshqa poygalarni avariya bo'lsin deb qiziqib ko'rardim. Qaysidir ma'noda avariyalar qiziq bo'lishi va dramatik ko'rinishi mumkin. Shunga qaramasdan ular trekni juda ham xavfli holatga kelishiga sabab bo'ladi. Va shu kabi noxush holatlarni oldini olish uchun ham bugungi videomizga bayroqlar degan qismni
qo'shganman. Formula 1da asosiy 6 ta bayroq bor. Sariq bayroq ko'rsatilganda haydovchilar sekinlashishi kerak bo'ladi va bu vaqtda quvib o'tish umuman taqiqlangan. Ikkita sariq bayroq oldinda katta xavf borligidan ogohlantiradi. Trassa to'silib qolgan bo'lishi yoki mashinalar yo'lakda qolib ketgan bo'lishlari mumkin. Qizil bayroq asosan juda ham oddiy bo'lgan holatlarda kerak bo'ladi. Misol uchun Going to take the lead from Alex Dunn. Oh, contact between Victor Martins and Alex Dunn, and there's a pile-up into... bundan keyin esa reys to'xtatiladi va trassa o'z holiga qaytgach yana qaytadan start beriladi. Bundan tashqari siz bilishingiz kerak bo'lgan ko'k bayroq ham bor. Bu vaqtda pilotlar orqasidan yetib kelgan boshqa bir haydovchiga yo'l berishi kerak bo'ladi. Makintosh nima bilan yo'l berish kerak? Nima yo'l soqqasini bergan? Chunki ko'k rangli bayroq faqatgina bitta to'liq aylana orqada qolganlar uchun ko'rsatiladi. Qora va oq diagonalli bayroq haydovchining xulq-atvori sport qoidalariga zid ekanligini bildiradi. Va nihoyat eng oxirgi oq-qora katakli bayroq. Bu asosan checkered flag deyiladi. Ya'ni finishga birinchi yetib kelgan haydovchidan boshlab ko'rsatiladi. Umuman olganda Formula 1 ga vobshe aloqasi bo'lmagan mashhur insonlar bu bayroqni ko'tarishadi. Endi nima qilishsin? Albatta bu shou bo'ladigan bo'lsa, har nima qilish mumkin. Xullas, hurmatli formulachilar, bugun sizlar bilishinglar kerak bo'lgan eng muhim ma'lumotlar aynan mana shulardan iborat bo'ladi. Formula 1 da hali ochilmagan mavzular juda ham ko'p. Undan tashqari shon shuhratli tarix va haydovchilarning biografiyasi bizani kutib turibdi. Juda ham ko'p videolarni birga ishlasak bo'ladi. Agarda sizlar o'zbek tilida mana shunaqa sifatli kontentlarni kuzatmoqchi bo'lsanglar, bizning Maktoshi kontentimizga obuna bo'linglar. Videoga esa like bosish esingizdan chiqmasin. Sizlar bilan Formula 1 ning havaskor sharhlovchisi va blogeri Maktoshi bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishganda, ko'rishguncha